Ihromlarni qayerda kiysak afzal? Mehmonxonadami yoki o'sha Zulhulayfa masjididami? Zulhulayfa masjididagi o'sha qilingan shart-sharoitlar kim uchun? Mehmonxonadagi shart-sharoitlar kim uchun? Zulhulayfa masjididagi o'sha ihromlanadigan joylar, ya'ni o'sha hojatxona, hammom bo'lsin, bu joylar mehmonxonasi yo'q insonlar uchun qilingan-da. Mehmonxonasi yo'q insonlar uchun qilingan, tashkillashtirilgan. Hozir biz bilan boradigan ziyoratchilarimizni mehmonxonalari bor, hammomlari, tahoratxonalari bor. Tayyor sharoitni tashab, juda ko'pchilik bu joyda kirib tahorat qilib, ya'ni ihromlanadigan joy. Misol uchun 10 ta odam kirib chiqqandan keyin siz 11-chisi bo'lasiz Zulhulayfa masjidida. U joyda bir kishi kirib chiqqandan keyin siraz tozalab, uborka qilib bermaydi-da. Men tushuntira oldim aka. Shuning uchun mehmonxonada 4 kishilik, 3 kishilik sharoitda g'usl tahorat qilib ihromlangan afzali mehmonxonada. Shu